نستعين بالله ونبدأ. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Demek 8. hadis İbn Umar radıyallahu anhu, Allah u ikkalaridan ham rozi bo'lsin, aytibdilar. Bu yerda Umar radıyallahu anhuni o'g'illari rivoyat qilyapti bu hadisni. Ular aytibdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Umirtu an uqatila nas, odamlarni la ilaha illalloh degunlarigacha ularga jang qilishlikka buyurildi. La ilaha illalloh va Muhammadun Rasululloh degunlaricha va namozni qoyim qilib zakotni bergunlarigacha o'ldirishlik emas, jang qilishliklariga buyurildi. Agarda buni qilsalar, mendan qonlarini va mollarini omonda qildilar. Magaram islomni haqqi bilan, ya'ni ular bir qanaqadir bir noto'g'ri ish qiladi, bir nima o'sha islom buyurilgan paytidagina bir jazo bo'ladi, kimnidir o'ldirgan bo'ladi, jonga jon qasd olinadi. Mana shuni aytilyapti, illa bi haqqil islam, islomni haqqi bilan, magaram islomni haqqi bilan. Va hisabuhum alallohi ta'ala, va ularning hisoblari Alloh taologa, ya'ni bu yerda hozir sharhida o'qiymiz, ochiqlab. Qisqaroq qilib men tarjima qildim so'zma-so'z. Xo'p. واحدا شارح رحمه الله aytdilar: واحدا قوله أمرت الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله لأنه لا آمر له غيره. Endi umirtu deyildilar, men buyurildim dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men buyurildim. Odamlarga o'sha jang qilishga buyurildim. Ular hatto la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh demaguncha ularga o'sha jang qilishga buyurildim. Umirtu deganlarini aytibdilarki, buyruq beruvchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u Allohdir. Chunki undan boshqa Rasulullohga buyuruvchi yo'q. Rasulullohga faqat Alloh buyuradi. Va iza qala as-sahabi umirna bikaza aw nuhina an kaza fal-amiru wan-nahi lahum Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agarda sahobalar falon narsaga biz buyurildik yoki falon narsadan bundan deylik, bunga buyurildik yoki bundan qaytarildik desa sahobalar, shunda ularni buyuruvchi va ularni qaytaruvchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladi. Saniyan, lamma tufiya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب
وامتنع من امتنع من دفع الزكاة. عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة. Demek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlaridan keyin ko'pchilik murtad bo'lib ketadi va Abu Bakr xalifalikka Abu Bakr tayinlanadilar. Abu Bakr xalifa qilinadilar. O'shanda ko'pchilik arablardan ko'pchilik murtad bo'lib ketadi. Abu Bakr roziyallohu anhu murtadlar bilan jang qiladilar. Arablarda murtad bo'lganlari murtad bo'lib ketdi va zakotni beradiganlar berishni bosh tortganlar bosh tortdi deb bitta shartda shunaqa deyilgan. Zakotdan bosh tortishadi, zakotni bermaymiz deb ular zakotdan bosh tortib ular o'sha urushadi. Shunda azama dedi, azm qildi Abu Bakr roziyallohu anhu ular bilan urushlikka azm qildilar. Xo'p, asoslanib binoan nimaga ala anna min haqqi shahadatayn ada'u zakat. Zakot berishlik ikkita shahodatni haqqidan deb ular Abu Bakr ular bilan urushga azm qildilar. Xo'p, Abu Bakr bu keltirilgan Ibn Umar keltirilgan hadisni oxiridagi o'sha yuqimus solata va yu'tuz zakat degan joyini ular eshitmagan bo'ladilar. Ularga bu hadis Rasululloh aytganlarida bu gaplarni aytganlarida u makonda Abu Bakr bo'lmagan bo'ladilar. Ularga bu hadis yetib borgan mana shu yuqimus solata va yu'tuz zakat degan joyi bormagan bo'ladi. Demak, tepadagi hadis kelgan, mana shu joyi ular eshitmagan bo'ladilar. Lekin ular nima deb o'ylaydilar? Mana shu zakot berish bu ikkita shahodatni haqqidan deb ular ijtihod qiladilar-da. O'shaning uchun u zakot bermaganlarga qarshi ular urushadilar. Mana aytayapti shorih valam yakun indahul hadis bi idofati solati va zakati ila shahadatayn. Demak, Abu Bakr roziyallohu anhuning huzurlarida hadisda ikkita shahodatga izofa qilingan zakot va namoz bo'lmagan. Tanazarahu Umar fi zalika. Endi mana bunda esa Umar u Abu Bakr bilan nizo qiladi. Munozara qiladi. Qanaqa munozara qiladi? Nega ular bilan urushasiz? Endi jang qilgandan keyin o'ldiriladi, boshqa endi haqiqiy jang bo'ladi-da, qitol. Nega ularni o'ldirasiz? Axir ular aytadilar-ki, Umar roziyallohu anhu ular aytdilar-ku, Rasululloh nima dedilar? Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illalloh, la ilaha illalloh va Muhammadun Rasululloh deganlar demagunicha men jang qilaman deb dedilar-ku. Ular aytib turibdi-ku, la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb tursa ham ularni siz o'ldirasizmi? Ularga jang qilasizmi? Zakot bermasa ham, lekin ularni shahodati bor-ku deb Umar roziyallohu anhu ularga o'sha nizo qiladilar. وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. Endi bu ikkalarning o'rtasidagi munozara Sahih Muslimda Abu Hurayraning hadisida kelgan. Endi o'sha Sahih Muslimdagi Abu Hurayraning rivoyatidagi bo'lgan hadisni hozir mana bu yerda keltirilyapti. Hol لما
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. Demek münozarani shundoq keltirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgach va Abu Bakr ulardan keyin xalifa qilib bo'lgach, arablardan kufr qilganlari kofir bo'lib ketdi. Va Umar ibn Hattob Abu Bakrga aytdilar: qanday odamlarga jang qilasiz, insonlarga qanday jang qilasiz? Darhaqiqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana keltirilyapti, buyurildi, odamlarni buyurildim, hatto ular aytgunicha la ilaha illalloh demaguncha, ya'ni degunicha ular bilan urushishga buyurildim. Kimki la ilaha illalloh desa, mandan moli va jonini ma'sum qilibdi, ya'ni omonda qilibdi. Demak, la ilaha illalloh dedimi deb Rasulullohni gaplarini aytibdi. U Rasululloh aytdi, joni va molini mandan omon qilibdi, ma'sum qilibdi. Shuna deganlardan keyin nega ular bilan jang qilasiz deb Umar roziyallohu anhu Abu Bakrga aytganlar. Demek magaram bihaqqihi, islomni o'sha haqqi bilan buni istisno qilindi. Va hisabuhum alallohi taala. Demak, ularning hisoblari Alloh taologadir deb yana hadis keltirildi. O'sha boshqacha lafzlar bilan keltirildi. Ya'ni ma'nosi bir, lafzi boshqa. Munozarasi bu yerda o'sha Sahih Muslimda munozarasi bilan kelgan. Faqola Abu Bakr, shunda Abu Bakr aytdilar: Vallohi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat fa inna az-zakat haqqul mal. Demak, Allohga qasamki, namoz bilan zakotni o'rtasini farq qilgan kishiga jang qilaman. Chunki zakot molni haqqi. Vallohi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallohu alayhi vasallam la qataltuhum ala man'ihi. Allohga qasamki, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bergan bo'lgan o'sha iqol degani tuya, bu o'sha zakotda keladi. O'sha chorvalardan, qo'y va tuyalardan umumiy bo'lgan zakotni iqol deydi. Demak, Rasulullohga bergan iqolni manga berishga bosh tortganlarni deb aytibdilar Abu Bakr. Ular Rasulullohga bergan, lekin men xalifa bo'lgandan keyin menga berishga bosh tortyapti ular dedilar. Ularni bosh tortganiga o'ldiraman ularni, ya'ni jang qilaman ular bilan deb aytyaptilar. Demak, bitta man farroqa deydi, o'sha namoz bilan zakotni o'rtasini ajratganlarni. Ular nima dedi? Murtadlar: tamam, biz dedi namoz o'qiymiz, lekin zakot bermaymiz dedi. Lekin vaholanki bu namoz bilan zakot Qur'onda doim ikkalasi yonma-yon kelgan. Oyatlarda o'sha tilovat qilinganda doim namoz aytilinsa, ketidan zakot doim qorina bo'lib birga kelgan. Endi uni kim o'rtasini ajratib namozni mayli islomdan buni beramiz, lekin buni bermaymiz. Ular mol belgisi, pul belgisi kelmayapti. Buni bermaymiz deb ular ajratdi. Demak, kim ajratsa, men uni o'ldiraman, ya'ni ularga jang qilaman deb aytdilar.
فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Demek Allohga qasamki, men faqat Alloh taolo Abu Bakrni qalbini jang qilishga ochganini ko'rdim va bu haqligini bildim deb aytdilar. Bu mana shu hadis usulda ham ko'p keladi. Bitta o'sha hadis ularga, u ikkalalariga o'sha boyagi aytgan namoz va zakot degan joyi eksik, kam ular eshitadida. Bu bilan ular o'sha Rasululloh mana shunaqa deb turganda o'sha makonda bo'lmagan bular. Ular boshqa joyda bo'lgan. Ko'pda hadislar shunaqa bo'ladi. Makonda bo'lishmaydi, lekin undan og'izma-og'iz eshitganda keyin ko'pchilik eshitib, keyin u sahih darajasiga chiqib quvvatlanadi hadis. Bu yerda mana bundan kelib chiqqan, demakki ular u makonda bo'lmagan. Ibn Umar u makonda bo'lgan, lekin Ibn Umar og'zidan o'sha yetib borguncha, xullas mana shu shaklda borgan, ya'ni o'sha eksik kam joyi bilan ularga yetib borgan. Hop, qala al-Hafiz fil Fath. Demak, Hafiz bu o'sha muhaddis Fath kitobida aytgan ekanlarki, vaqad استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة. Endi dar haqiqat aytilyapti, ba'zi o'sha jamoat aytgan ekanki, Ibn Umar bu hadisni, Ibn Umarda bu hadis agar bo'lganda kana faqat esa demak bir jamoa qavm, ya'ni bir qavm bu hadisni sahihligini inkor qildi. Istabada degani o'sha ba'id, uzoq. Nimadan? Uni o'sha sahihligini uzoq nima qildi? Ya'ni inkor qildi. Nima bilan? Bi annal hadis law kana inda Ibn Umar, agar Ibn Umarda huzurida bu hadis bo'lganda otasini Abu Bakr bilan zakotdan bosh tortuvchilarga o'sha urush jang qilishligini qo'yib qo'ymagan bo'lardi. Walau kanu ya'rifunahu lama kanu Abu Bakr yuqirru Umar ala al-istidlal bi qawlihi alayhi salatu wassalam. Agarda bilgan bo'lganlarida Abu Bakr Umar radhiyallohu anhuni Nabiy sallallohu alayhi vasallamni gapi bilan dalil olishlikka iqror qilmagan bo'lardi. Umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illalloh. Ya'ni ikkita shahodat bilan, ikkita shahodatni haqqidan deb aytdilar-ku Abu Bakr. Agar shu tepadagi o'sha lafzni bilganlarida mana shu ikkita shahodatni haqqidan bo'ladi bu deb mana shundan dalil olishlikka iqror qilmagan bo'lardi. Va yantaqilu an istidlali bi hazal nasi ila al-qiyas. Va bu nas bilan qiyosga o'tib dalil olishlikni nas bilan qiyosga dalil olishlikka ko'chmagan bo'lardi. Ya'ni hop, endi mana bu yerda nas deyildi. Bu nas nima? Nas bu o'sha Qur'onda keladi, Allohning kitobida ro'za bilan zakot
doim birga kelgan deb o'shandan qiyoslab olgan bo'ladilarda. Chunki izqola la uqatilanna man farraqa bayna solati va zakat li annaha qarinatuha fi kitabillah. Chunki namoz va zakotni o'rtasini farq qilgan kishiga o'sha jang qilaman. Chunki u Alloh taoloning kitobida doim birga keladi. Ikkalasi qorina. Abu Umar nima? Abu Bakr radhiyallohu anhu mana shu Qur'onda Allohning kitobida bu ikkalasi doim yonma-yon kelgan, qorina bo'lib kelgan deb qiyos qiladilar. Nasdan o'sha qiyosga dalil qilishga o'tadilar. O'shanda kelganligi uchun, Qur'onda kelganligi uchun o'shani qiyoslab buni o'sha dalil qilib oladilar ya'ni. Hop, endi mana shu ba'zi odamlarni o'sha qavmni gapiga javob qilib aytilinyapti. Val javob, demak, tepani tushundik. Bitta o'sha munozaralarni nima qildi? Bir jamoat odam uni sahihligini ham inkor qilibdi. Agar Ibn Umarda mana shu hadis bo'lganda, u otasini Abu Bakr bilan nizo o'sha munozara qilishiga qo'yib qo'ymagan bo'lardi. O'sha zakot berishdan bosh tortganlarni jang qilishini xususida o'sha qo'yib qo'ymagan bo'lardi. Agarda ular makani Abu Bakr yo'q. Ya'ni o'sha bilganda Abu Bakrni Umarni o'sha Nabiy sallallohu alayhi vasallamni gapi bilan dalil olishlikka ham iqror qilmagan bo'lar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha hadisda aytganlari la ilaha illalloh va Muhammadur rasululloh degan odam mendan moli ham va joni ham omonda qolibdi. Mana shuni aytganlar. Shu bilan endi dalil qildik demagan bo'lardi. Ya'ni mana shuni keltirildi. Hop. Endi bunga javob. Val javobu annahu la yalzimu min kawni al-hadisi mazkur inda ibn Umar an yakuna istahdarahu fi tilka al-hala. Endi bu lozim bo'lmaydi-ki, u lozim bo'lmaydi. Bu zikr qilingan Umar radhiyallohu anhuning huzuridagi zikr qilingan hadis mana shu holatda keltirilgan bo'lganligini lozim qilmaydi. Ya'ni Ibn Umarni hadisi to'liq, lekin u keltirilganda ayni o'sha Ibn Umar zikr qilingandek keltirilganligini lozim qilmaydi. O'sha yetib kelganda o'sha joylari kelmagan ularga. Walau kana mustahdaran lahu faqat yahtamilu an la yakuna hadaral munazaratal mazkurata. Agarda keltirilgan bo'lganda dar haqiqat mana shu munozarani bo'lishligi ehtimol bo'lmasligini ehtimol qilgan bo'lardi. Ya'ni ular shuni bilganda bu munozara bo'lmagan bo'lardi. Wala yantani'u an yakuna zakarahu lahuma ba'du. Endi bu man qilmaydiki, Ibn Umar u ikkalalariga undan keyin buni aytganligini man qilmaydi. Ya'ni mana shundan keyin ularga aytgan. Mana shu munozaralar bo'lgandan keyin aytgan bo'lishligi ham mumkin. Buni man qilmaydi dedilar. Walam yastadilla Abu Bakr fi qitali ma'ani zakat bil qiyas faqat. Endi Abu Bakr radhiyallohu anhu zakotni bosh tortuvchilardagi o'sha jangni faqatgina qiyos bilan dalil qilmadi, dalil olmadi qiyos bilan, balki ahazahu aydan min qawlihi alayhi salatu vassalam fil hadis allazi rawahu illa bi haqqil islam. Balki uni ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadisdagi illa bil haqqil islam degan gapi bilan
oldilar, ya'ni dalilni mana shu gap bilan oldilar, qiyos qilmadilar. Ya'ni Qur'ondagi o'sha az-zakat va as-solat va zakat degan o'sha qorina doim birga kelishi bilan olmadi. Hadisni o'zida illa bi haqqil islam degan joyi bilan mana shu lafzlar bilan dalil qilib oldilar deb raddiya berilyapti tepaga. Qola Abu Bakr aytdi: "Va zakat haqqul islam." Zakot islomning haqqidir. Valam demak bu yerda tugadi. Demak bu yerda biza ko'pchilikka tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha usuliy qoidalar hadislardan nas deyildi. Nas degani o'zi nima? Nas degani bu o'sha arabcha kalima lug'atda nima ma'noni bildirsa, o'sha ma'noga dalolat qilish. Nas deb shuni aytadi. Masalan, aroq ichma deb Alloh taolo aroqni harom qildi-da, aroq ichmanglar deb buyurdi, bo'ldi. U ham bir unda hech qanaqa tavil yo'q. Boshqa va namoz o'qinglar deb namozga buyurdi, xuddi mana shunaqangi. Unda bir hech qanaqa tavil yo'q. Ya'ni tushuntirish yo boshqa bir narsa bilan, boshqa oyat bilan tushuntirish yo'q. Ya'ni kalima, arabchadagi kalima nima ma'noni anglatsa, o'shani nas deyiladi. Nas degani o'sha ochiq, oydin, ravshan degani. Qiyos endi bu ham usuliy nima? U qiyos. Uni qiyoslanadi. Boshqa bir narsani o'xshatib, demak bu gapdan mana bu chiqadi deb qiyoslanadi. Buni hozir bunaqa ko'p nima qilmadim. O'zini o'rnida o'sha usuliy qoida, usul fiqh o'qiganimizda inshaalloh o'shanda tushunamiz. O'zi aslida hamma shar'iy hukmlar Qur'on va hadisdan olinadi. Uni o'sha eng ochiq kelgani o'sha nas. Qur'on nima deb Qur'onda nima deyapti? O'sha ochiq lug'atlar nima deyapti? Yo bo'lmasam hadisdagi lug'at mana nima? Illa bi haqqil islam. Faqatgina magaram islomni haqqi bilan deganda, ham shunaqa. Islomni haqqi nima? O'sha ko'rsatilgan narsalar. Demak, zakot bu o'sha islomni haqqidir, molni haqqidir deb shuni aytdilar. Xo'p. Endi Ibn Umar bu hadisda bitta o'zi yolg'iz bo'lmadi deb aytayaptilar. Valam yanfarid Ibn Umar bil hadisil mazkur bal rawahu Abu Hurayrata aydan bi ziyadati salati va zakat fihi. Kama sayati al-kalamu alayhi inshaalloh ta'ala fi kitab az-zakat. Va fi qissati shu kecha qilamiz. Demak, Ibn Umar bu zikr qilingan hadisda bitta o'zi yolg'iz buni rivoyat qilmadi, balki uni Abu Hurayra ham mana shu namoz va zakot degan joyi bilan, mana shu namoz va zakotni ziyodasi bilan Abu Hurayra ham buni rivoyat qilganlar. Bu keyin kelarkan kamasiyati kalam alayhi deyildi. Inshaalloh o'sha kitob zakotni kitobi degan bobda kelarkan. Hop. Va fil qissati dalilun ala anna sunnata qad tukhfa ala ba'di akabiri sahabati va yattali'u alayha ahaduhum. Endi bu qissada, bu hadisda dalil nimaga? Sunnat dan haqiqat yoki sunnat ba'zan deb aytamiz. Sunnat ba'zan ba'zi kibor katta sahobalardan o'sha maxfiy bo'ldi. Va unga u sahobalardan o'sha yakkalari, ba'zilari unga yetib borgan. Ya'ni o'sha hadislar, ya'ni ba'zi o'sha kibor katta sahobalardan tuhfa o'sha maxfiy qolishi nima bilan bo'ladi? Ular
u hadis gapirilib turganda bitta makonda bo'lmagan Rasululloh bilan. Boshqa makonda bo'lganlar ular. O'shaning uchun ularga maxfiy qolgan. Ulardan o'sha ba'zilari unga yetgan bu nimaga. Xuddiki mana bu yerda Ibn Umar bilan Abu Hurayra mana shu hadisga yetgandek. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء. Shuning uchun qaralmaydi. La yaltafitu ilal aroyi deyildi. Roylarga, ba'zi o'sha roylarga qaralmaydi. Endi ahad hadislar bor o'zi istilohda, hadis istilohida ahad hadislar bo'ladiki, mutavatir hadislar bo'ladi. Mutavatirlar degani ko'pchilikdan jamoa bo'lib anaqa qilingan hadislar, o'sha ular eshitgan jamoa bo'lib tarqagan. Endi ahad hadislar bor, ular yakka. Uni bir kishi eshitgan bo'ladi yoki ikki kishi eshitgan bo'ladi, yoki bir kishi eshitgan bo'lsa, ikkinchisi uni o'sha xuddi mana Ibn Umar da o'sha namoz bilan zakot kam kelgan, lekin Abu Hurayroda to'liq kelgan. Mana shunaqa qilib boshqasi quvvatlab ketadi-da. Endi bir kishidan kelgan bo'lsa ham boshqalarni rioyasiga anaqa yo'q, qarash yo'q. Baribir u hadis sahih bo'ladi, boshqa tomondan o'sha quvvatlanadi. Walau quviyat ma'a vujudi sunnati tukhalifuha. Garchi unga xilof bo'lgan sunnatni borligi bilan birga u o'sha quvvatlanadi. Wala yuqalu kayfa khafiya iza ala fulan vallohu muvaffaq. Va aytilinmaydi qanday bo'lmasam o'sha palonchiga bu maxfiy qoldi deb aytilinmaydi. Bir kishidan kelgan bo'lsa ham hadis, bir kishi mana Abu Hurayra eshitdi Rasulullohdan, demak baribir olinadi. Endi Abu Hurayra eshitgan bo'lsa, endi Umar roziyallohu anhu yoki Abu Bakr eshitmay qolgan bo'lsa, boshqa joyda bo'lib qolgan bo'lsa, demakki nega endi bu palonchidan keldi, lekin boshqasiga palonchidan maxfiy qoldi deb aytilinmaydi. Hadis baribir boshqa tomondan, buni o'sha mustalahul hadisda keladi bu nimalar. Hadisda o'sha quvvatlanib sahih darajasiga chiqishi. Boshqa tomondan u hadislar quvvatlanib ketadi. Hop, bitta o'sha yana bir nima chiqadi, ba'zi bir mutaassiblarga anaqa chiqadi. Ular aytishadi, ba'zi bir mutaassiblar o'sha gapirgandek, agar bu to'g'ri bo'lsa, qanday u bizni imomimizga, bizni shayximiz bunga yetib kelmagan deb maxfiy bo'lib qoladi bizni nimamizdan. Bu yo'q narsa deb ba'zilar o'sha o'zini shayxini yoki o'zini imomini gapini ushlab oladi, boshqa narsa, boshqalarga quloqini yopib oladi. Hop. Xuddi shunday endi u shayxlari yo imomlari qancha ilmli bo'lsa ham ular Umar bilan Abu Bakr darajasiga yetib bormaydi-ku. Mana Umar bilan Abu Bakr roziyallohu anhumalar ular eshitmagan bo'lgan bu hadisni-da. Sabab ular bitta makonda bo'lmagan. Lekin o'sha joyini eshitmagan, lekin Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlari ijtihod qilib anaqa qilganlar, to'g'ri ish qilganlar. Hop. Demak, salisan. Uchinchiga o'tiramiz. Shunday bo'ldi deb o'ylayman. Yustasna min umumi muqatilatin nas hatta al-ityanu bima zukira fil hadis. Demak, istisno qilinadi. Odamlarni jang qilishni umumidan ommaviy hammasini deyilmayapti-da, o'sha umumidan istisno qilinadi. Hatto deyilgani bu yerdagi hatta ibtidaiy bo'ladi. Ibtidaiy bo'ladi. Undan keyingisi bu yerda fa sababiyani ma'nosini bersak to'g'ri chiqadi. Hop, hadisda zikr qilingan narsani sababidan odamlarni ommatan odamlarga
urushish, odamlarga jang qilish istisno qilinadi. Nima? Keldi ahlul kitob iza dafa'ul jizya. Demak, ahli kitoblar agar jizya bersa, ular o'sha o'ldirishlikdan ular istisno qilinadi. Jizyasini to'laydi, bo'ldi, ular yuraveradi. Ularga qarshi o'sha urushilmaydi, ularni moli ham, joni ham omonda qoladi. Nima bilan? Jizya bilan. Lidalalatil Qur'on. Bunga o'sha Qur'on dalolat qilganligi uchun. Demak, Qur'onda bu kelgan. Va g'ayruhum iza dafa'uha lidalalati sunnati ala zalika. Va ulardan boshqalari bunga sunnatda o'sha dalil bo'lganligi uchun o'sha jizyasini ular to'lasalar, jizyasini to'lasalar. Ya'ni ahli kitobdan boshqalari ham bunga o'sha sunnatda kelgan. Hop. Kama fi hadisi Barida ibn Husaybi Tawil fi sahih Muslim. Demek bunda Barid ibn Husayb Tawil sahih Muslimda o'shani hadisi kelgan ekan. Uni boshi kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iza amara amiran ala jayshin aw sariyatin aw sahu fi khasatihi wa bittaqwallah. Demek أوصاه في حسته بالتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. Demek hadisdan parcha keltirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar amirni o'sha amir tayinlasalar, bu jaysh degani o'sha armiya yoki otryad, bu otryad yoki o'sha armiya o'zbekchasi ismi kelmayapti. O'sha armiyaga agar amir tayinlasalar, xosatan o'sha amirga Allohga taqvo qilishlik bilan vasiyat qilardilar va man ma'ahu, endi o'sha amir bilan bo'lgan musulmonlarga yaxshilikni vasiyat qilardilar. Ya'ni o'sha fathlarga jo'natib turganda uni o'shani o'zini o'rnida inshaalloh o'rganamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha vasiyat qilganlari, ya'ni bolalarni o'ldirmang, ayollarni o'ldirmanglar. Kimki agar jizya to'lashga rozi bo'lsa, ularni o'ldirmanglar va hokazo. Mana shunaqangi nima keladi. O'sha buni ham fiqhi bor. Hujum qilib borganda, jang qilib borganda, xuddi mana kofirlar hozir yosh bola, oila, ayollarni qirib tashlaganda, musulmonlar unaqa qilmaydi. Qariyalarni, yosh bolalar, ayollar, ularni umuman o'ldirmaydi. Kattalarni ham taklif qilinadi. Jizya to'lasang, mayli sen o'zing diningda qolasan, jizya to'lasang, bizga jizya to'lasang, moling, joning omonda qoladi deb ular o'sha anaqani taklif qiladi. Agar unga ko'nmasa, keyin o'shanda ularni ya'ni o'ldiriladi, ularga jang qilinadi. Uni ham o'zini fiqhi bor. Robi'an يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان وهما أول واجب على المكلف. Endi aytayaptilarki, islomga kirishlik uchun mana shu ikkita shahodat kifoya qiladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, mana shu ikkita shahodat kifoya qiladi. Va huma avvalu vajibun alal mukallaf. Endi o'sha mukallafga vojib bo'lgan narsani eng avvali. ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى. Endi mutakallimin degani kalomchilar, ahli kalom deydi. Ilmi kalom deb eshitgan bo'lsanglar, ilmi kalom o'sha mutakallimlarni o'shani aytadi. Ularda aqidasida o'sha aqida o'rganish ularda boshqacharoq. Demak, o'shalarni aytayaptilar. Mutakallimni
boshqa ishlardagi bo'lgan o'sha e'timodlariga qaralinmaydi, o'sha suyanishligiga qaralinmaydi. Kan-nazari avil qasdi ila nazar. Xuddi ularda mana shu nazar degan nima bor, istiloh bor, atama bor, ularni o'sha ilmida, kalomchilarni ilmida nazar degan nima bor. Ular iymon keltirishdan oldin ularda shu nazar deyiladi. Men buni kalom ilmi o'qimaganim uchun unaqa chuqur bilmayman, lekin buni eshitganman. Shu aqida o'qiganimizda ularda o'sha nazar deyiladi yoki nazarga o'sha qasd deyiladi. Xo'p. Demak, mutakallimlarni, kalomchilarni o'sha boshqa narsaga suyanib, o'sha ularning aqidasida bo'lgan boshqa narsaga suyanib, nazar yoki nazarga bo'lgan maqsad, qasd degan narsalariga qaralinmaydi. Qola ibn Daqiq al-Eid fi sharh hadha al-hadis. Endi men bu Ibn Daqiq al-Eid bu hadisni sharhida aytgan ekanki, وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف. Endi mana shunda bu hadisni sharhida aytgan ekan, bu hadisda ochiq, zohir dalolat bo'ladi. Muhaqqiqlar va jumhur, salaflar va xalaflardan bo'lgan jumhurni mazhabiga dalolat bor. أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك. Ular aytyaptilarki, hop, demak, bunda o'sha muhaqqiq va salaf va xalaflardan bo'lgan o'sha jumhur olimlarni mazhabida, ya'ni ahli sunna va jamoa mazhabi uchun zohir, ochiq, oydin dalil bor bunda. Inson agar haqiqiy o'sha e'tiqod bilan islom diniga e'tiqod qilsa, e'tiqodan jaziman deyildi. Hop, unga la taradduda fihi, unda ikkilanish yo'q. Mana shu ni o'zi unga kifoya qiladi. Ya'ni mana shu boyagi kalimalar, ikkita shahodat unga kifoya qiladi. Va la yajibu alayhi ta'allumu adillatil mutakallimina va ma'rifatillahi biha. Endi unga vojib bo'lmaydi mutakallimlarni dalolatini o'rganishlikka va u bilan o'sha kalom ilmi bilan Allohni tanishlik unga vojib bo'lmaydi. Unga mana shuni o'zi kifoya deb aytilindi. Xo'p. Kalom ilmida ham ularni aqidasida umuman boshqacha nazariya, boshqacha nimalar bilan kelinadi-da. Mana bu yerda o'sha aytgandek, avval ularda o'sha nazar deyiladi, o'sha nazar. Buni keyingi kitoblarda inshaalloh anaqa qilamiz. Bir o'shani o'qib kirmoqchi edim, darsga tayyorlamoqchi edim. Boshqa nimalar bilan ma'lumot ko'payib ketmasin deb nima qildim. Biz ham o'sha boshida mana shunaqa o'qiganimizda, dars olganimizda shu nazar bor ularda deb nima qilingan, shu bilan kifoyalanamiz. Demak, u mutakallimlarda nazar degan narsa bor ekan. Ular oldin o'sha iymon keltirishdan oldin ularda o'sha nazar yoki nazarga bo'lgan qasd bo'lishi kerak degan ularda shu nima bor. 5-dan xomisan المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها. Endi zakotni man qilganlarga bo'lgan o'sha jang kim uchun bo'ladi?
zakotdan bosh tortganlar uchun va uni ustida o'sha jang qilganlar uchun bo'ladi. Ya'ni bermayman deb urushganlar uchun jang bo'ladi. Ya'ni bermayman desa, kerak bo'lsa ular bilan urushib, jang qilib ularga olinadi uni zakotini. Ammo iza lam yuqatil fa innaha tu'khadhu minhu qahran. Agar endi jang qilmasa, bermayman deb urushmasa, undan majburan olinadi. Bermayaptimi bo'ldi, jang qilmayapti, u bilan majburan olinadi. Xo'p. سادسا قوله وحسابهم على الله أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يؤصم ماله ودمه يؤصم ماله ودمه. endi Rasulullohni va hisabuhum alalloh deganlari, ya'ni kimki islomini zohir qilgan kishi u va ikkala shahodatni bilan kelgan, shunda uni moli va uni qoni ma'sum bo'ladi, omonda bo'ladi. Fa in kana sodiqan zohiran va batinan naf'uhu zalika indalloh. Agarda o'sha shahodatiga zohirda va botinda sodiq bo'lsa, zohirda ham va qalbida ham mana shuni to'g'ri rost gapirsa, shunda uni manfaati, uni foydasi Alloh taoloning huzurida bo'ladi. Va in kana batinu khilafu zohir va kana asharu zalika nifaqan fa huwa min ahli darkil asfali minan nar. Agarda botini zohiriga xilof bo'lsa va u buni munofiqona uni ko'rsatsa, ya'ni munofiqlarda, ya'ni u zohirida iymon keltiradi, lekin qalbi bilan ular iymon keltirmagan. Shunda u do'zaxni eng tubi, eng pastki tubidan, uni joyi o'sha do'zaxni eng pastki tubidan bo'ladi. To'rtgacha bo'ldi. Va mimma yustafadu minal hadis, buni o'zinglar inshaalloh o'qib qo'yasizlar. Hop, demakki, bugun bu o'sha 8-hadisda Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan o'sha Umar radhiyallohu anhuning o'rtasidagi bo'lgan o'sha munozara, zakotni bu inshaalloh keyingi kitoblarda ham hali ko'p keladi. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin ko'pchilik, nihoyatda ko'pchilik dindan qaytib ketadi, murtad bo'lib ketadi. Ba'zilar ajratadi, mana namoz bilan zakotning o'rtasini ajratadi. Namoz mayli o'qiylik, zakot olma bizdan deb ular anaqa qilmaydi, bosh tortadi. Mayli tursin. Bosh tortadi, ya'ni demak ular bilan ancha jang qiladilar. Shu bilan kifoyalanamiz. Alloh taolo xato va kamchiliklarimizni kechirsin. To'g'ri o'qib tarjima qilib to'g'ri tafsirlagan bo'lsak Allohdan, xato va kamchiliklarimiz o'zimizdan. Subhanaka Allohumma va bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.